İşlar boshlandi. Farg'onada obunachilarimiz kelgan. Bundan oldin xuddi shunaqa 008 qora jentrasida ham problema bo'ldi, qilib beruvdi. Nasib aka oqani ham olib kelishdi. Xudo xolasa, klapin kuyib qolgan. Har doimgidek klapin kirishga yechilmasdan birinchi ochilishi, birinchi klapin kuyishi deydi. Mana 200 150 ming yuribdi mana aka. Mana klapin %100 kuygan. Bularni mana sarg'ayib turibdi, ishlashi yaxshi. Lekin bular ham yetib kelgan. Tepasidan kestirmagan, hech qanaqa chaqlatmagan, boshqa qilmagan. Mana olib keldi. Endi nima qilamiz bunga? Komplekt klapin, saloshka pretilka, zazor, pazor hamma yo'g'i bilan xudo xolasa tayyor qilib beramiz. Mashina mo qaltirab ishlaydi hozir. Shunday turadigan qilib qo'yamiz. Xudo xolasa, mana obunachi, kuzatuvchilar. Ishlarimiz boshlandi, kuzatishda davom etib turaverasizlar.